Bu mavzudan charchamadingizmi? Yo'q, charchamayman men. Mabodo Alloh qadarimda charchatsa, dunyodan o'lsam, to'xtayman. Men xalqimizni aldayotgan odamlarga qarshi mujodalada charchamayman. Chunki biz da'vo qilib qo'yganmiz. Botilga qarshi jangim muqaddasdir, muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es. Nima degani bu? Ya'ni botilga qarshi jangimiz charchab qoladigan jang emas, muqaddas jang bu. Allohning buyrug'i bu. E'tiqodim, iymonim bu. Endi botillarga aytyapmanki, "Vey, to'dalanib keladi" deyapman. Sizlarga qarshi biz chiqamiz. Oxirgi nafasimiz qolguncha chiqamiz. Biz xalqning hissiyotiga o'ynab, butun boshli xalqni bir ayolni ichki ishlar urib yechintirdi degan hissiyotiga o'ynagan gapiga javob so'rayapmiz. Bo'ldi, shu xolos, mana shu nuqta xolos. Nimaga aylantiryapsanlar, Siroj? Qayoqqa qochmoqchisanlar? Bunga javob berasanlar. Xalqni oldida vijdonan javob berasanlar, agar vijdonlaring bo'lsa. Bo'lmasa sanlarni Allohning qadariga topshiramiz. Kutamiz. Biz kutdik qancha odamlarni. Jakoy ibn Tezak kutdik, ahvolini ko'rdingmi nima bo'lganini? Nechtasi bizga shunaqangi sakradi? Abu Salohlar ahvolini ko'rdingmi nima bo'ldi ular? Trampning askari bo'lib qoldi. Abdulloh Zufar nima bo'lganini ko'rdingmi? Bizga sakraganlar mana shu mujodalada qarshimizda turgan odamlar. Jasmin 20 yil qamaldi deyishyapti. Erkaklarning turmasiga qo'yib qo'yishgan, bilasizlar, 120 bilan qamalgan odamlar nima bo'lishini. U endi har doim xotinlarning narsasini sepib surtab yurardi, ichkarida u narsani topa olmasa nima bo'ldi ekan? Ko'ngil aynib ketadigan odamlar. Nima bo'ldi bizga sakragan? Bizni shaxsimizga emas, biz mujodala qilayotgan haq yo'lga qarshi chiqqan odamni Alloh taolo o'zi hal qiladi. Men hal qildim deyishlikdan Allohdan hayo qilaman. Alloh taolo haq ahliga va'da bergan. Haqqa va'da bergan g'alaba qilishiga. Haq ahli g'alabadan nasibador bo'ladi. Biz nasibador bo'lyapmiz. Men xalqimizni aldayotgan odamlarga qarshi mujodalada charchamayman. Chunki biz da'vo qilib qo'yganmiz. Botilga qarshi jangim muqaddasdir, muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es.